إسلامنا ملأ الوجود جمالا. Ayollar o'qib nima qilar deydi, o'qib nima bo'larding deydi masalan. Bu e'tiroz o'zi xato e'tiroz. Bu o'zi kimdan chiqqan mana shu e'tiroz? To'g'ri, masalan, o'qib olim, alloma bo'lib ketmadi. Lekin kamida o'zi dinda faqiha bo'lishi, atrofidagilarga dinni yetkiza oladigan ayol bo'lishi, faqiha bo'lishi, bu qancha katta fazilat. Yoki yana ham xosroq doirada aytadigan bo'lsak, farzandlarini shu bilan tarbiya qiladimi ilmli ayol? Agar o'zida hech narsa bo'lmasa, qanday farzandini tarbiya qiladi? Farzand tarbiyasida to'g'ri tarbiya qila olish uchun ummatga bir rijollarni yetkazib beruvchi madrasa bo'lishi uchun ayol kishi ilmli bo'lishi kerak. Bu o'z-o'zidan ma'lum narsa bu. Allohning mustan bu o'qib nima bo'lardi degan narsa o'zi qiziq. O'qib nima bo'lardi? Dinni tushunadi, jaholatdan qutuladi ayol kishi. Avval Asr surasida aytildi, mana hamma xusronda, ziyonda deyildi. Mana shu ziyondan, xusrondan omon qoladi. Gapiradigan gaplari, bir qiladigan amallari, ishlarini shu ilm tarozisi bilan o'lchaydi. Undan tashqari halol, harom masalalarini o'rganadi masalan. Haq bilan botilni ajrata oladi, zalolat bilan hidoyatni ajrata oladi, sunnat bilan bid'atni ajrata oladi. Mana bu o'qishning foydasi. O'qib nima bo'larding deganga mana javob. Ilm bu payg'ambarlardan qolgan meros deyildi. Ayol kishi shu merosdan o'zini nasibasini olish kerak emasmi? O'qishni nima kerak bor degan odam mana shu payg'ambarlardan qolgan merosni olishni nima kerak bor degan bo'lib qolmaydi. Shar'iy ilm o'qisa, agar dinda faqiha bo'lsa, Robbisiga to'g'ri ibodat qila oladi, mana foydasi.